Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana shu 2026-yil fevralning o'rtalarida malina haqida YouTube'ga video joylagan edik. Maymunjon degan narsa bor. Maymunjon, rus tilida yejivika deydi. Maymunjon nomi. Qora bu yejivika deydi. Shu videoda maymunjon ekini haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tishdi va kommentariyalarda ko'pchilik so'rovdi, qanaqa bo'ladi maymunjon ekini? Shular haqida ko'proq ma'lumot beringlar deb aytishdi. Xudo xohlasa mana oradan 3 oy vaqt o'tib, ko'rib turganingizdek mana bu maymunjon ekinlari bo'ladi. To'g'ri aka, assalomu alaykum. Yana bor. Choydan keyin yana ko'rib turamiz. O'zi har doim ko'rib turamiz. Videoda endi choydan keyin chiqish ko'rib turamiz. Siz umisiz, tinchmisiz, Sanjoy, omonmisizlar, yaxshimisizlar? Alloh barakasini bersin. Zo'r bo'pti. Assalomu alaykum hammalarga bir marta. Kelayotgan hayit oyomi hammaga muborak bo'lsin. Xudo xolasa shu hayit dasturxoniga inshaalloh mana shu bugun mana terim qilyapmiz. Shu maymunjonimizni shu xal dasturxonga qo'ymoqchimiz, xudo xolasa. Inshaalloh hayitga. Hayitga shu bu ham bir unitidan bir hikmat bo'lsa kerak. Shu paytga keldi, mana pishib yetildi. Yana bir bor shu Alibaba kompaniyasiga rahmat demoqchiman, sababi mana shu setkalardan yana foydalanyapmiz. Mana shu soya salqinda bular yayra bo'syapti. Xursandman sizlar bilan hamkorlik qilayotganimdan. Sizlarga ham tavsiya beraman bular bilan hamkorlik qilishni. Xo'p, endi bu maymunjon ekini haqida endi qisqacha shu obunachilarimizga xabar bersangiz, ma'lumotini bersangiz. Abdumalik, bu o'sha esingizda bo'lsa, shu 3 oy avval video qilganimizda shu maymunjon to'g'risida ham qisqacha ma'lumot berib o'tib ketgandim. Mana ko'rib turibsizlar, 3 oy o'tib mana o'sha natijasini ko'rib turibmiz. Albatta. Mevalar mana chiroyli tarab qo'ydik. Mana mevasi ham yetildi. O'tgan yilgi shoxlarni qoldirgandik mana bu yerda. Mana hozir tegidan shuncha ko'chatib berib turibdi hozir. Bular hozir 1 oyda tamom bo'ladi. Bular tamom bo'lgandan keyin bularni kesib tashlaymiz, eski ko'chatlarni bular, eski novdalarni. Keyin mana yangi chiqayotgan shoxchalarni boshqadan parvarish qilamiz. Yana ham kelasi yilga bundan ham zo'r natijaga erishishimizga umiddaman, xudo xolasa. Shuning uchun bu ekinimiz boshqa turlarga, boshqa navlarga qaraganda erta pishar bo'lgani uchun buni olib kelib ekkandik. Mana natijasi mana bugun xudo xolasa 25-may sanasi. Bu degani bu O'zbekiston sharoitida bu mana yetildi bu narsa. Inshaalloh. Asosiy ekinlar, asosiy maymunjon boshqa turlari ham bor, ko'p ekiladi. Ular kechroq pishadi, 1 oy kechroq pishadi. Lekin mana bu sort mana vaqtli pishdi. Bu degani biza odamlarning oldiga qo'yishimiz mumkin, vaqtliroq insonlar bundan foydalanishi mumkin. Narx-navosi ham o'ziga yarasha sal balandroq bo'ladi boshqalarga qaraganda. Keyin bu oqib ketmaydi. Bu qattiq, transportabiligi bor. O'zini holatini zo'r turibdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana holatini qaranglar. Qanaqa kattagina hosil bergan. Taxminan 20 gramm chiqsa kerak, menimcha. Bu o'zi o'sha Polshadan olib kelgan paytimizda ham bu taxminan bir gektardan bir 25 tonna deb yetishgandi buni. Bu narsa mana ishonib turibman, shunaqa olsa bo'ladi shu hosilni. 25-may kuni mana xudo xolasa shu terim boshladinglar. Boshladik. Qachongacha bu davom etadi? 1 oy ichida terib tamom qilamiz, 1 oy ichida. 1 oygacha, ya'ni hosil beradi. Hosil berib turadi 1 oy ichida, shu 25 tonnani shu 1 oy ichida beradi bu, xudo xolasa. Bu o'tgan yili buni ko'rgandim, bu natijalarni. Endi men yana buni ko'chatni ko'paytirishga harakat qildim. Mana shu o'zimiz shu yaqin kelajakda, balkim kelasi yilga bu yerda yarmi shu maymunjon bo'ladi bu yerda. Inshaalloh. Menga bu maymunjon ekini juda qo'l keldi. Sababiki erta chiqar ekan, keyin yoz chilasi qolib ketmaymiz. Qiyin bo'lmaydi. Qiyin bo'lmaydi. Issiqqa qolib ketmaymiz. Shu issiqda bu mevasini hamma boshqa sortlar pishgan paytda bizaniki tamom bo'ladi. Narxi ham shunga yarasha bo'ladi o'sha paytda. Abdumalik, mana bu yoqqa ham shu maymunjon ekkandim, o'sha Polshadan keltirilgan sort. Bu ham hosillari yiri. Mana bu ham endi mana sekin bu ham rang olishni boshladi. Bugun azroq terdik bundan ham. Bu maymunjon xudo xolasa tamom bo'lishiga o'tgan shu fevral oyida malinalar to'g'risida gapirilgan, mana shu malinalarimizni terishni boshlaymiz. Bu tamom bo'ladi-yu, уже bunga tushib ketamiz. Ya'ni maymunjon ekini tamom bo'ladi, malina boshlanadi. Mana shu malinalarimiz bugungi holatda mana shunaqa o'sib turibdi. Bular ham Allohning bergan qudrati, yomg'ir bilan mana shunaqa holat keldi. Ular ko'p buni sug'organimiz yo'q. Yomg'irda bo'lgan narsa. Faqat ustida setkalar yopib qo'ydik, yana shu Alibarakadan olgan shu 75%lik shu salqinlantiruvchi setkalar yopganmiz bu yoqda. Xudo xolasa unaqada malina to'g'risida ham bitta yana qisqacha alohida chiqaramiz siz bilan. Xudo xolasa natijasini yana mana qanaqa bo'lishini ko'rsatamiz mana bu yil, xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Mana bu yerda ham ko'rasiz, bu ham maymunjon, lekin bu boshqa sort. Bu Black Jam degan hozir eng mashhur bo'lgan sort mana shu Black Jam. Bu qachon bo'ladi? Bu pishishiga bu pishadi keyin. Mana ko'rasiz, bu endi yashil mana ko'k bo'lib turibdi, massasi bu ham hammasi changlangan. Bu tamom bo'ladi, keyin buni ulab yuboramiz. Bitta savol, maymunjon ekini nechta o'zi turi bor? Hozir mana shu siz xonangizda. Menda 2 xili bor ekan, 2 xili bor. Bu ertakisi bor,
bu kechkisi bor. Kechkisi. Bu как бы remontantniy maymunjon hisoblanadi. Buni tomon bo'lgandan keyin sezon tamom bo'ladi. Bu endi kech kuzgacha beradi bunisi. Bunisi bir oy tamom bo'ladi. Bu kech kuzga beradi. Buni keyin tagini kesib tashlashimiz, keyin yana bu chiqib beradi bunisi. Hozir bizning obunachalarimizga buni ham qiziqtirib qo'ydingiz. Anaqa malina otganda buni ham aytib ketasiz. Bo'ldi. Shu oz kommentariyni yozishni boshlaydi. Bu qanaqa yetib ketinglar deb aytish kerak. Bunisi o'sha maymunjonni Black Jam degan navi, kechki sort. Bunisi ertaki sort, Polshadan keltirilgan Glorniva degan nomli maymunjon. Xalqimizga o'sha havaskor dehqonlargami yoki bo'lmasam shu bilan shug'ullanadiganlarga maymunjon bilan ham shug'ullanishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Sababiki bu koni foyda, insonga ham, salomatligiga ham, buni yesa ham, buni baylarini choqib ichsa ham, ildizini choqib ichsa ham juda koni foyda narsa. Unisi ham foyda, daromadga foyda. Albatta. Bizning o'zimizning shu Ali Barakani korxonamizga kelsanglar, shu orqasida kichkinaga bir 80 sotuvli issiqxonani ichida mana shu maymunjon ekinlari, malina ekinlari hammasidan bor. Mana shu yerda o'zida yetishtiriladi. Xudo xolasa inshaalloh agar sizlarga ham mana shunaqangi foydali videolarni o'tkazib o'rmasliginglar uchun bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa keyingi videolarimizda mana shunaqangi foydali videolarni chiqarib turamiz va bu videoni issiqxona bilan va yer maydoni bilan shug'ullangan tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar. Abduvali, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmatingiz ham katta rahmat. Shaxsan o'zim nomimdan. Albatta. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Hamkorligimiz oxirigacha bo'lsin. Oxirigacha bo'lsin. Rahmat, salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.